Hammaga salom do'stlar. Men sizlar bilan Master Uz. Bugun biz super sabzilarni yasab, ularni yeb ko'ramiz. Birinchi o'rinda daraxt chopib olamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Do'stlar, iltimos. Daraxt chopgandan keyin kirib versak yasaymiz. Hop. Endi versakni qo'yamiz. Uni ochamiz. Mana qanday sabzilar yasasa bo'larkan. Nimcha bo'lar ekan. Hammasini yasaymiz. Toshab olamiz. Do'stlar, videoni sal qirqib turaman, tosh olib olgunimcha va yo'lda ko'mir ham qaziyman. Va nihoyat chiqib oldim. Buni tashlayveramiz. Endi toshli instrumentlar yasab olamiz. Qoch. Do'stlar, barcha sabzilarni yasab turib, keyin videoni oxirida o'sha hammasini yeyman. Hozir men videoni pauza qilib turaman. Xo'sh do'stlar, men barcha sabzilarni mana yasadim ko'rganingizdek. Endi bularni barini birma-bir yeb ko'ramiz. Effektlar berar ekan. Yeymiz.